Buni iloji bo'lmasa, Jangda g'alaba qozona olmaysan degani, bu yutqizasan degani emas. Nursin yana aldadi. Bir kishi bir nechta raqibni yengishda qanday reja tuzish kerak? Javobini tabiatdan topasan. Qo'rqitish va bunga ishontirish. Beshik tebratar o'lja bo'lmasligi uchun qo'rqitishga urinadi. Beshik terbatar. Mana ovozim balandroq. Gorillalar birinchisi ikkisidan ortda qolmasligi uchun o'zini kuchliroqligiga ishontirishga harakat qiladi. Qo'lga tushtiruvchilar, yaxshim shu uslub o'rganaman. Kuchsizlar uchun bunda usul ayni muddao. Beshik tebratar uslubi. O'lgin kelyaptimi? Kulib yurganim uchun o'zingdan ketib qoldingmi nima? Siyib qo'ygudek qaltiravman, ozgina chidashim kerak. Menga shunaqa tuyuladimi yoki Xobbin bugun o'zini boshqacha tutyaptimi?